Bo'pti jigar, keyinroq gaplashamiz unda. Mayli, keyinroq telefon qilaman. Ha, bo'pti. Barcha assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videodasizlar. Albatta obunachilik kanaliga obuna bo'linglar. Men esa har doimgidek nonushta qilib o'tirgandim. Ana endi esa nonushta tugadi, qorin to'ydi, ketdi ham. Endi qilish kerak ishda. Короче, tak ma'no boru, lekin qofiya yo'q. Ha, mayli, bizga qofiya kerak yo'q. Qofiyaga tufurgan joyimiz bor. Короче, ana endi mana bu yerda yangi olib kelib ekkan narsalarim bor edi. O'sha narsalarni yig'ishtirib olishim kerak. O'rmondan bir yangi urug'lar topib olgandim. Qaranglar, qo'shimcha narsalarim o'sib chiqqan. Bu narsalarni o'zi nimaligiga unchalik tushunmayapman. Balki pomidordir, balki boshqa narsadir. Lekin pomidor bodringga вообще-то o'xshata olmayapman bu narsalarni. Mayli, hozir ko'raman. Tak, bu yerda mana eshiklarni bir olib qayta qo'ymasam, g'alati bo'lib qolyapti. Bilmayapman nima unaqa bo'lyapti. Shu jitellar tegingandida shu eshigimga, obbo, qo'lim qiyshiqmi, nima balo, yo qo'limga ar qo'nib ketganmi, yo boshqa narsa pashsha-mashsha qo'nib ketganmi, hayronman. Bo'ldi, mana shunaqa tursin, takoy normal turadi. Xo'p, ana endi qiladigan ishim sizlarga aytadigan bo'lsam, poliz ekinlarni albatta tozalash. Chunki ko'ryapsizlar, polizda yangi narsalar bor, va shu takoy narsalar bor. O'shalarni tirs yig'ishtirib olishim kerak hammasini. Xo'p, pomidormi bu? Qulubniki ekan. Yo'q, dahshat narsalar. Mana bu narsa piyoz. Uxti, dahshat narsalar ekan, kartoshka. Xo'p, urug'ini olib kelgandim, lekin nima narsa o'sib chiqishini unchalik bilmagandim. Lekin dahshat narsalar o'sib chiqar ekan, obunachilar, qaranglar. Zo'r narsalar bor ekan, qo'yilman lekin. Mana bu narsa nima edi? Paxtami, nima balo bu? Buda paxta shekilli. No, paxtaga o'xshatdimi, atak aniq paxtami yo'qmi bilmadim. Lekin paxtaga rostdan o'xshar ekan. Yo'q, dahshat narsa. Endi polizimni kattartirib o'rsam ham bo'ladi, anchagina yangi urug'lar, yangi o'simliklar o'sib chiqyapti bu yerda. Mana bu narsa piyozmi, shunaqa narsa edi. No, bu narsa rice, guruch. Guruch ekan, paxta emas, bodring ham bor ekan. Yo'q, shuncha narsa bular qaytarib ekib chiqish kerak. Endi bu narsalardan yaxshigina sovqa qilsam bo'ladi. Atak buni kim sotib olishini bilmadim. Menimcha JTlar sotib olsa kerak, chunki JTlar har xil narsalarga qiziqadi-yu. O'sha qiziqadigan narsalarni JTlarga berishim kerak. Bu narsa nima edi bu narsa hozir? Nomi strawberry. Qulubnikani urug'i ekan. Tak, mana bu narsalarni ham ekib chiqamiz albatta. Bu narsaning nomi bodringmi, nimadir ekan. Tak, bizda bodringni o'zini ekib bo'lmay, hozir urug'i bor. Mana bu guruchni urug'i. Tak, guruch ekamiz o'rta qatorga, chunki guruchdan osh qilsa bo'ladi. Atak normalli guruch pishib qolsa meni buzib qo'yibman ekan, farosatsizlarcha. Tak, bu yerga nima ekkandim? Strawberry, ha. Mana bunaqa strawberry ekkan ekanman. Tak, ana endi nima narsa qoldi? Qolgan narsalar demak kartoshka ekamiz bu yerga. Asosan eski narsalarni ko'proq ekishim kerak, chunki ulardan yaxshigina daromad olgandim. Bu yerda strawberry ekmagan ekanman, tashlab ketgan ekanman. Bu ham strawberry bo'lsa kerak. Tak, bu yerga sabzi bostirib yuboramiz endi. No, sabzi ekmadim ancha vaqtdan beri. Sabzilarni nima edi? Hosil kamayib qolgan. O'shalarni maksimal ko'paytirishga harakat qilaman. Hozir bu narsalarni shundoq uyimga qo'yib o'tirmay, to'xtaylik, sotishim kerak. Mana shu narsalar bor. Mana bu guruch sotaman, piyozni, keyin mana bu qulubnika, yangicha narsalar, bular hammasini sotib yuborish kerak. Chunki menimcha bu narsalar qishloqqa yangilik, hali hech kim bunaqa narsalarni sotmagan qishloqlarga. Menimcha ular rostdan ham qiziqib turib, normaligina pulga olishsa kerak. Bu ketishda biznesmen Jo'xa boy bo'lib ketaman. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum, nima gap Jo'xa? Sizga qulubna yoki bodring, keyin yana guruch kerak emasmi? Piyoz degandek. Yo'q, menga unaqa narsalar kerak emas. Oy, jinnimsan, nima uryapsan meni? Kechirasiz, bratan, shunchaki qo'lim tegib ketdi. Olmaganimga shuncha qilyapsanmi? Olmayman, kerak emas. Olmasangiz olmang, normallik gapirib qo'yaveramiz, mayli. Tak, hozir bu narsalarni hech kim olmayapti. Nima qilsam ekan? Hali bir kishidan so'radim-ku, hali bu yerda JTlar ham bor. Voy JTL, qara bor. Nima gap Jo'xa? Menda qara, qulubnika, piyoz, bodring, guruch bor. Olmaysanlarmi? Yo'q, bizga kerak emas bunaqa narsalar, olmaymiz. Nimaga, axir zo'r narsalar-ku? Yo'q, kerak emas, dedimmi, kerak emas. Mayli, o'zlaring bilasanlar. Kim olar ekan bu narsalarni? JTL, mana shu JTL menimcha olsa kerak, chunki har doim hamma narsani olardi. Assalomu alaykum JTL. Va alaykum, nima gap Jo'xa? Menda bir ikkita narsalar bor. Guruch, bodring, piyoz, keyin qulubnika degandek. Xo'sh. Shu narsalarni olmaysizmi mabodo? Yo'q, menga berib o'tirma, olmayman baribir. Oling, shuni olib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi-ku. Yo'q, olmayman dedim, olmayman. Yaxshisi, bu yerdan yo'qot. O'zingiz bilasiz. Olmasangiz qarangda, lekin men arzon narxga berardim. Qanchaga berasan? Endi bilmadim narxini unchalik ham.
Narxatchi? Yo'q, narx aytmayman, kerak emas, sizga sotmayman, mayli olmasangiz. Bilaman, yerga urib tashlaydi narxini past qilib, undan ko'ra boshqa kishiga sotganim yaxshi. Bu yerda hech kim yo'q. Nahotki jetellar uyida turmaydi, hammasi ko'chaga chiqib ketadi ertalab bo'lgandan. Keyin kechgacha bilmayman qayerlarda yuradi, sang'ib yuradi ko'chada daydib degandek. No, kimga sotsam ekan, janob merga borib beraymi ekan soliq deb. Yo, soliq to'lamayman-da qizig'i. Soliq to'lasam ekan, mayli edi. Xo'sh, hozir. Tak, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom, nima gap? O, yangi kompyuter olibsizmi? Ha, qalay ekan? O, yomon ekan. Nimaga? Eski-yu. Ha, eskiga o'xshayapti rostdan ham. Xullas, menda mana bu narsalar bor. Soliq sifatida bularni to'lay olmayman, lekin bularni sotmoqchi edim. Olib qolasizmi? Nima narsa u? Bodring, guruch, piyoz, qulubnika degandek. Xo'sh, berchi ko'raychi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, olib ketib bo'lmaydi bu narsani. Soliq olinmaydi, chunki bularni men sota olmayman. Chunki jetellar olmaydi bunaqa narsani. Hech kim olmayapti o'zi rostdan ham. Demak, buni olib borib shaharga sotib kelishing kerak. Yo, shaharga sotib kela olmayman-da. Unda bilmadim. Bir dona bodringdan oldim-a? Pulini oldim unda men ham. Bo'pti, o'zing bilasan. Lekin birorta kishiga sot. Lekin kimga sotishim mumkin? Bilmadim, kimgadir sot. Va piyozni nimaga berding menga? Piyoz ham yeb ko'ring deyman-da. Короче, tak ana endi, bu kim bo'ldi? Assalomu alaykum bratan. Va alaykum, Jo'x aka. Siz meni taniysizmi? Ha, men qo'shningman, tentak. Kechirasiz, men sizni tanimayapman. Unaqa narsalar bor, piyoz, bodring, keyin qulubnika, guruch ko'ringchi. Как раз o'zi shular kerak edi, men sho'rva qilmoqchi edim. Sho'rva qilasizmi? Ha, men bu yerga buncha narsani bekorga olib keldimmi? O, rostdan ham dahshat sho'rva qilar ekansiz, bratan. Ha, shunaqa. Olasanmi? Yo'q, hozircha menga kerak emas. Ha, yaxshi, unda men senga pul berishim kerak. Albatta pul berasiz bergan narsalarim uchun. O, kofeni dahshat damlar ekansiz. Bu kofe emas, bu choy bu. Rostdan choy. Kofega o'xshar ekan, mazali damlar ekansiz. Qo'yilma, bratan. Biznes ochsangiz bo'lar ekan, kafe ochish kerak sizga. Bilmadim, lekin menimcha klient bo'lmaydi menda. Yo'q, bo'ladi klient. Bu yerda sabzili sho'rvalar, mana narsalarni olib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, bratan. Lekin menda qo'yish uchun joy yo'qda. Unda sandiqmi nimadir yasasangiz bo'lmaydimi? Hozirda menda sandiq yo'q, xohlasang yasab ber. Unda hozir kutib turing 1-2 minut. Sandiq bratanga sandiq berishim kerak. Lekin qayerdandir sandiq olib kelsam juda ham yaxshi bo'lardi. Mavtovdan bitta daraxtni kesib bratanga sandiq yasab olib kelib beraman. Chunki bu narsalar sotdimi bratanga endi buni solib qo'yish uchun ham nimadir narsa berish kerak-ku axir. Esinglarda bu yerda bitta minion yashagandi, ketgan hozir. Menga hujum qilmoqchi, pichog'ini o'zicha tiqib ketdim deb o'ylagan, lekin pichoq divanga tiqilib qo'ygan ekan. Menga tegmagan ekan. Bu bir omad desak ham bo'ladi. Короче, xudo nasraganida. Короче, hozir sandiq yasab olaman. Bir dona sandiq yetsam o'zi bo'ladi. Normali bo'ldi. Xo'sh, ana endi buni janob mer, ana oshpaz jetel oldiga borib narsalarni ichiga solib berib qo'yaman. Keyin esa u xohlasa nima edi, xohlagan ovqatini pishiradi-da, короче. Xohlasa sho'rva qiladi, xohlasa osh qiladi, xohlasa yana sho'xla qilishi mumkin. Yana qanaqa ovqatlar bor, kommentariy yozinglar chiqani. Qozon kabob qilmasa kerak, chunki go'sht yo'q. Bratan, mana sandiq olib keldim, shuni ichiga joylab qo'yaman. Bo'ldi, qo'yib ketaver o'sha yoqqa. Buni pulini qanday kelishamiz? Qancha pul berishim kerak senga? Endi o'zingiz bozorda yuribsiz, bilasiz narxlar qancha bo'lib ketganini. Unda hozir men senga pullarni hisoblab olay beraman. Как раз o'zi mana shu polis berib bo'lsa, o'sha tozalab bersang ko'proq qo'shimcha pul berardim. Mayli, как раз men ham o'zi bo'shman bugun, kun bo'yi qiladigan ishim yo'q. Yaxshi ekan, unda tezroq tozalab bersang rahmat aytardim. Rahmat, обязательно aytishingizni bilaman. Mayli, tozalab beraman unda. Sen yaxshi bola ekansan. Men sen bilan oldin ko'p gaplashmagandim lekin. Ko'p gaplashish kerak edi, janob. Bo'pti, endi ko'proq gaplashib turamiz birgalikda. Qani, yig'dingmi polis ekanlarni? Albatta, mana shu yerga tashlab qo'yaymi, qayerga qo'yay? Bo'ldi, qo'yib qo'ydik o'sha yoqqa. Bo'ladimi pul? Albatta, janob, bir stak dollarga xursandman. Bo'ldi, unda bratan, men ketsam bo'laveradimi? Biroz tursak, sho'rva pishib qoladi, sho'rva beraman. Mayli, unda keyinroq sho'rva pishgandan keyin kelaman. Juda ham yaxshi odam ekan.